Kech bo'lganda taksini narxi ham qimmat chiqadi-da, shunga avtobusga ulgurib qolinglar, deyman tanishlarga. Wi-Fi parolimi ketish vaqti bo'ldi. Noto'g'rimi? Unda tezroq ketinglar deb yozib ko'ring. Aytgancha, uylardagi dazmolni o'chirib kelganmi deylar. Xonalarimiz ham juda zax. Qo'shnilarnikida yotimiz shu kunlarda. O'zi ikkita ovqat qildik. Sho'rva, shashlikni ham yeb bo'ldik. Boshqa ovqatimiz yo'q edi-da. Soat 12 dan keyin televizorda ham qiziq narsa yo'q. To'g'ri, atay qilishadi. Uxlanglar deb. Shashlikdan keyin shirinlik ketmaydi deb to'rt olmagandik. Baribir ketishadi debda. Adashgan ekanmiz. Kechqurun hovlimizda qanaqadir ovozlar chiqadi. Yo'q, arvoh emas. Jinlar. Choyimiz ham qolmabdi uyda. Do'konga chiqarsam do'kon ham yopiq. Ha, u ham charchaganda sho'rlik, dam olayotgandir oilasi bilan. O'zi 31 bir damidi menga. Tavba, shu kunlarni ham sizlar bilan o'tkazib yuboraman, ha. Turamiz. Ha, o'tiribsizlar-da. O'g'limni tug'ilgan kuni martda bir to'la o'tkazib keyin ketaverasizlar bemalol shoshilmay.